You've testified yourself that genocide is occurring in China, and I agree with you, and so does Congress, and so did the previous administration. We labeled it genocide. We put sanctions on individuals and entities responsible for these crimes against humanity. What additional steps are you prepared to take to stop this genocide? Amerika Tashqi ishlar ministri ئانتونىي بىللىنكېن Xitoy hukumatining Uyg'ur elida mustaqil tekshirish olib berilishiga yo'l qo'yish kerakligini ta'kidladi. U 10 mart kuni Amerika Davlat Majlisi Tashqi ishlar komitetidagi isbot anglashig'inida so'z qilganda mundaq degan: Xitoy dunyoning Xinjiang rayonini ziyorat qilishiga yo'l qo'yib, rayondagi Uyg'ur musulmonlarining kishilik huquqiga daxl tarz qilmayotganligiga kafolatlik qilish kerak. U yana mundaq degan: Agar Xitoy u yerda hech qanday ish yuz bermayotdi deydigan, u xalqaro jamiyatning va shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkilotining u yerga berishiga ruxsat qilishi lozim. Xitoyning yoshirdigan narsasi bo'lmasa, u yerni bizga ko'rsatsun va dunyoga ko'rsatsun. Bilinken yana Amerika va boshqa davlatlarning Uyg'ur rayonida yuz berayotgan kishilik huquq dafsandichiligiga qarshi ovoz chiqarish kerakligini, ularning majburiy emgak bilan yasalgan tovarlarni import qilmasligi, Xitoyga zulmni qo'llanishi ehtimoli bo'lgan tovarlarni eksport qilmaslikka kafolatlik qilish kerakligini bildirdi. We have a number of steps that we have taken or can take going forward to include for those directly responsible for acts of genocide, gross human rights violations, sanctions, visa restrictions, etc. I think it would be very important if China claims that there is nothing going on, that it give access to the international community, to the United Nations. If they have nothing to hide, show it to us, show the world. And so we'll be calling for that. And then I think there are a series of practical things that are very, very important. For example, we should make sure that we are not exporting, and others are not exporting, to China any products that can be used for the repression of their people and their minorities. Similarly, we shouldn't be bringing into this country products that are created by forced labor, including from Xinjiang. So those are some of the practical things that we can and should do, but for sure we're going to start by speaking out forcefully on this. Thank you, sir. Bilinken bu sözlerini Amerika'daki 50'den oşuq müstakil mütəxəssis Uyghur qırğınçılığı namlı doklad ilan qılıb, Xitay hökuməti Uyghurlarga yürgüzgən bastırışlar arqılıq Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının irqi qırğınçılıq əhdnaməsinin hər bir maddəsiga xilaflıq qılğan dəb görsətkəndən keyin qıldı. Şu günü yana Aqsarayning bayonotchisi Washington tekshiruvchisi gazetining muxbirining ziyoratini qabul qilib, Amerika hökumətinin bu məsələdəki meydanını yana bir qitim bayonlashtirgan. Bayonotchi mundaq degan: Prezident Biden 10 fevral Xitoy raisi Xi Jinping bilan so'zlashdi. Bu suhbatning bir qismi bizning Xinjiangdagi kishilik huquq dafsandichiligiga bo'lgan kuchlik andishalarimizni aniq o'tirg'a qo'yish bo'ldi. Uyg'urlarga yurgizilgan va davom qilayotgan insoniyatga qarshi va irqiy qirg'inchilik jinoyatiga sal qarashga bo'lmaydi. U cho'qim og'ir oqibatga duch kelishi kerak. Aqsaray bayonotchisi yana Amerika hukumatining bu masalada sherik davlatlar bilan qo'sh taraflik va ko'p taraflik munbarlarda hamkorlashib, Xitoyni jazolash va bu vahshiylikning to'xtatilishiga kafolatlik qilishning yo'llarini izlaydiganligini bildirgan.